Oldinlari osmonlarda kapalaklar juda ham ko'p uchardi. Sezayotgan bo'lsangiz, oxirgi paytga kelib kapalaklar soni ancha kamaygan. Buni asosiy sababi nima deb o'ylaysiz? Albatta ekologiya. Har kuni atrofga qaraymiz, lekin ko'p narsalar biz ko'rmaydigan joyda yashirinadi. Masalan, yerga tushgan chiqindilar kabi. Ko'rinmas, ammo bu chegarasiz muammo. Xullas, maslahatli gap bor. Bugungi kunda O'zbekistonda eng dolzarb muammolardan biri, aksariyat hollarda xalqimiz to'g'ri munosabatda bo'lmaydigan chiqindi haqida gaplashamiz. Ko'pchilik haligacha bu muammo O'zbekistonga tegishli emas, uzoq o'lkalarda sodir bo'lyapti deb o'ylashadi. Vaholanki bu muammo bizda allaqachon boshlanib bo'lgan. Biz buni his qilyapmiz, shunchaki e'tibor bergimiz kelmayapti. Odamzod iqlimni o'zgartiryapti, lekin oqibati kuchli bo'ladi. Bizdagi eng katta muammo odamlarning bu masalaga befarqligi va juda ham kam yoritilishi. Biz chiqindi deb o'ylaydigan ko'p narsalar aslida qayta ishlanadigan materiallar. Rivojlangan davlatlarda chiqindini saralab qayta ishlash allaqachon mainstreamga aylangan va juda ham katta biznes hisoblanadi. O'zimizda chiqindi juda kam saralanadi. Bunga asosiy ikkita sabab bor. Birinchisi, yetarlicha sharoit va infratuzilma yaratilmagan. Ikkinchisi, menimcha o'zimizda. Bu narsaga o'zimizni o'zimiz o'rgatib qo'yganmiz. Chiqayotgan chiqindi qayerga ketyapti, nima bo'lyapti, hech kim ishi yo'q. Uyimizda, cho'ntagimizda bo'lmasa bo'ldi. Qayerga bo'lsa ham tashlab ketaveramiz. Bularni kim tozalaydi? Hamma aytib yurgan o'sha musurchilarmi? Ular aslida musurchi emas, biz musurchi. Ular esa tozalovchi. Bizni bu mavzular xavotirga solmas ekan, shu mavzuni ko'tarmas ekanmiz, bizga o'zimizdan boshqa hech kim yordam bermaydi. Ammo tan olish va o'zgarishni boshlash uchun hali ham kech emas. Har bir inson o'zini o'zgartirsa, jamiyat ham o'zgaradi. Shu bilan birga hayot tarzi ham.